25-maydan 29-iyunga qadar davom etayotgan 64-xalqaro gullar festivali qizg'in davom etmoqda. Festival doirasida bezatilgan ko'cha va xiyobonlardagi kompozitsiyalarni tomosha qilish uchun kelayotgan mahalliy va xorijiy sayyohlar oqimi kamaymayapti. Bugunga qadar sayyohlar oqimi 5 million nafardan oshgani ham go'zallik va nafosat bayramiga qiziqish tobora ortib borayotganidan dalolat. Qolaversa, festival gulchilar, hunarmandlar, xizmat ko'rsatish sohasi xodimlari uchun yaxshigina daromad manbai hamdir. Mavzu muxbirimiz davom ettiradi. 64-xalqaro gullar festivali go'zallik va nafosat shaydolarini Namanganga chorlashda davom etmoqda. 100 million tub mavsumiy gullar bilan bezangan shahar ko'chalari va istirohat bog'laridagi gul kompozitsiyalari bir-biridan go'zal ko'rinishi bilan shaharliklar va mehmonlarni o'ziga jalb etmoqda. Gullar festivali nafaqat ko'rgazmalari, madaniy, ma'rifiy, ko'ngilochar tadbirlari bilan, balki gulchilar uchun yaxshi daromad manbai ekani bilan ham ahamiyatli. Bugun nafaqat namanganlik, balki qo'shni Andijon, Farg'ona viloyatlaridan festivalga kelib, gullar savdosi bilan shug'ullanayotganlar talagina. Qayerdan keldingiz? Andijondan keldim. Andijondan. O'zingizni isxonangiz bor. O'zimizda bor. Gul yetishtirasiz. Teplitsalar. Qancha turi bor, qancha soni bor? Xo'p, bizda hozir 50 dan oshiq turi bor gullarda. Har kuni olib kelyapmiz, sotamiz, tugaydi, olib kelyapmiz. Begoniyalarimiz 5000 ta 6000 tadan, fiyalkalar bor, galaksina bor. Galaksinalar 10 000 taga yaqin. Savdosi yaxshi bo'ladi. Savdo yaxshi, Xudoga shukr. Daromad qanaqa bo'ladi? 2 million, 2,5 million bo'ladi. Yaxshi chiroyli gullar olib kelib, chiroyli gullar yetishtirsa, xalqimizga shu yaxshi ancha foydali bo'ladi. Tuvakli gullar savdosi har doim ham festivalning asosiy ko'rsatkichlarini belgilovchi omil sanalgan. Bugun gulchilar nafaqat Geran binafsha, balki Niderlandiya, Xitoy, Hindiston davlatlaridan keltirilgan noyob gul navlarini ham mahalliylashtirib ko'paytirishmoqdaki, eng nozik tabgul ishqibozlari ham bu go'zallikdan lol qolishmoqda. Albatta, savdo ham shunga yarasha bo'lmoqda. Amakilarim bilan birgalikda shu faoliyatni olib boramiz. Ancha yillardan beri o'zimizni sohamiz bo'yicha gulchilik faoliyatini amalga oshiramiz. Bunda asosan gullarni chetdan olib kelib parvarishlab sotuvga chiqaramiz. Gullar festivali amalga oshirilmoqda. Bunda o'zimizning yetishtirgan mahsulotlar, ya'ni gullarimiz bilan qatnashmoqdamiz. O'z-o'zini band qilgan sharoitda bizlarga gulchilik faoliyati bo'yicha o'zlarining bilimlarini ulashishmoqda. Eng arzon gullarimiz 5 ming so'mdan gullar bor. Keyin ag'i o'zining holatiga, dizayniga qarab eng qimmat gullar 100 dollar, 200 dollargacha bo'laveradi. Savdo yaxshi, hamma gul shaydolari tashrif buyurishmoqda. Hamda esa qo'shni davlatlardan ham fuqarolar tashrif buyurib, gullarimizdan o'zlariga xarid qilib, iliq taassurotlar bilan ketishmoqda. Kimgadir yoqar lola, kim atirgul shaydosi deganlardek har bir gulning o'z xaridori, ishqibozi bor. Bugun gullar festivali asnosida bayramga kelayotgan sayyohlar ham o'zlari tanlagan, orzu qilgan gullarni shu yerdan sotib olishmoqda. Bu jarayondagi xursandchilik, hayajonning cheki yo'q. Qarshi shahridan keldik. Mehmonmiz. Aynan gullar festivali yoqyapti. Juda ham yoqyapti. Kayfiyatimiz a'lo. Biz kutgandan ham juda ham ajoyib, chiroyli. Hamma gullar ham juda ham ko'p, xilma-xilligi ham ko'p, biz o'ylagandan ham ko'p. Gul ishqibozimiz. Bulardan onlayn olib turardik avval. Jonli, endi o'zimiz ko'rib, tanlab, xarid qilib olib ketyapmiz. Mana ayol baxti, bugnivilla ishqibozman, anteriumlar. Juda ham chiroyli gullar, mazza qildik. Bog'dagi kompozitsiyalar juda ham ajoyib, ta'riflashga til ojizda. Bolalarimiz bilan mazza qilib kecha o'ynashdi. Bugun yana kami bor. Gullar olib sovg'a salomlar bilan qaytmoqchimiz Qashqadaryoga. Namanganda gulchi Jo'raxon Mo'minov nomini ko'pchilik yaxshi taniydi. Kaktuslar ishqibozi bo'lgan gulchining uyida 1200 turi mavjud. Asosan Janubiy Amerikada o'sadigan Echinocactus, Phenocactus, Astrophytium, Mammillaria, Gymnocampsium kabi noyob kaktuslar faqat Jo'raxon Mo'minov xonadonida gullagan. Kaktuslar orasida 50 yilda bir marta yoki faqat tunda ochiladigan turlari mavjud. Yana gulchining asosiy yutug'i 65 yoshli kaktusni parvarish qilayotgani. Kaktusimiz 1975-yil Ukraina Xerson degan shahridan olib kelingan bu narsani. Otamiz o'sha yoqqa bir xizmat safari bilan borib, o'sha yerda ko'rib qolib, o'sha Vestavkadan shu narsani sotib olgan ekanlar. O'sha aytadilar, sotgan odam menga 15 yosh deb bergan deb aytadilar. Namanganga kelganiga buni 50 yil bo'ldi. Bu kaktus hali gullamagan. Chunki bu kaktus gullatish uchun buni jonidan qimillatmaslik kerak ekan. Tadbirlar bo'lishi, tadbirlarga olib chiqamiz. Sotmadingizmi? Ko'p xaridor chiqqan bu gulga-yu, 15 million pul beraman deb taklif qilishgan, lekin sotmaganmiz bu narsani. Yo'q, buning narxi yo'q hali. Birinchidan otamizning mehnatlari, ikkinchidan bu gul bayrami ramzi bo'lib qoldi. Hozircha o'sha gullagan kaktuslarni ko'rib, endi bizda kaktusni urug'dan chiqaramiz bularni. O'sha urug'latib, shu bolalarni sotamiz, sotuvga olib chiqamiz. Bu kaktusni ko'rib, mana shu kaktusni bolasidan bormi deb so'rashadi. Bu kaktus bolalarni boladatamiz-ku, endi haligi urug'idan olib kelib, urug'ini sepib ko'paytiramiz.
hozirgi kunda yo'lga qo'yganmiz bu narsani. Daromad qanaqa bo'lyapti? Yaxshi. Daromad o'yinimiz, to'yimiz bo'lyapti mana shu narsani. Daromadlar yaxshi yomon emas. Gul rastalarini kuzatar ekansiz, bir-biridan go'zal, noyob turlarini mahalliylashtirib, mehmonlar hukmiga havola etayotgan gulchilarga tasanno aytasiz. Festivalga tashrif buyurgan mahalliy va xorijiy sayyohlar har birini payvandlash orqali kichik shoxchalardan go'zal gullarga aylantirayotgan zahmatkashlarga rahmatlar aytishmoqda. A'lo dangalda, qanday o'ta jo'g'ri dangaldada son jasalibdir. Необычный gullar yoqdi. Biz именно o'sha gul uchun kelganmiz-da. Gullarni ko'rib, metib ketaylik debchi. Kichik peyilderi, siz deb Mehmet yaxshi kutib olyapti. Son yaxshi. Rahmat shunday uyushtirganingizga. Rahmat. Bayram tadbirlarida konsertlar ham bo'lyapti, ko'rdinglarmi? Mo'jirda konsert bo'lyapti hozir. Ular dile son dengelda yosh bolalar bilyapti, chiqishib. Son. Demak, sizlarga ma'qul kelyapti. Конечно. Biz qo'shni atrofga qirib, qo'shni qo'shida haqqisi bor deydi, qo'shonchi kelyapti. Мы с Ангрена. Biz Angren shahridan keldik. Bu go'zallikni his etish uchun albatta festivalga kelish kerak. Uning go'zal gulzorlarida sayr qilish, turfa gullar tarovatidan bahramand bo'lish va albatta shunday go'zallikni yaratganlarga tashakkurlar aytish kerak. Rahmat mehnatingiz uchun mazza qilib aylanib gullar sotib olyapmiz va bu bizga olam quvonch, kayfiyat bermoqda. Patkan oblasidan keldik. Shu sizlarning Namangan oblasining Gul 64-festivaliga bir ko'rildi, aylanib o'tirib keldik. Biz 10 kishimiz o'pshi aylanib, do'stlar, ayashtarlar cho'g'ib kelganmiz. Yaxshi jag'otat aylanib o'tamiz. Eng muxti yaxshi dengelda bo'lyapti. Bizga jaqdi. Ishingizlar, nimangizlar bunday uni ko'rsin. Daha kelayotgan bo'lib keteli. Namangan shahri yaxshi ekan. O'zim daha gulni yaxshi ko'raman. Gulni sevaman. Videoda gullar qaraymiz, o'stiramiz. Yaxshi hozir gul olib yuramiz, qarab tomosha qilib. Sonra gul kompozitsiyalarini ham ko'rdingizmi? Ular qanaqa taassurot? Вообще zo'r, super. Yaxshi. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda Xalqaro gullar festivali davomida 8 trillion so'mdan ortiq xizmat servis sohalarini ko'rsatish kutilyapti. Buning zamirida esa aholi bandligini ta'minlash, mavsumiy ish o'rinlari orqali ishsizlikni kamaytirish masalalari yotibdi. Viloyatimizda o'tkazilayotgan 64-bu yilgi xalqaro festivalda bitta Namangan shahrining o'zidan 5000 dan ortiq hunarmand gulchilar ishtirok etib, o'zlarining mahsulotlari bilan. Buning orqasidan 15000 aholi mavsumiy ishlar bilan band bo'lishyapti. Misol uchun bir kunda o'sha o'zimiz aytgan o'sha gulchilar, oziq-ovqat yo'nalishida xizmat ko'rsatayotgan fuqarolarimiz 300 mingdan 5 million, 6 milliongacha daromad topayotganlari ham bo'lyapti. Buni natijasida aholi daromadlari oshishi, kambag'allik darajasining pasayishi, aholi bandligini ta'minlashda juda qo'l kelmoqda. Xalqaro gullar festivali turli ko'rgazmalari, madaniy tadbirlari, ko'ngilochar dasturlari bilan mahalliy va xorijiy mehmonlar vaqtlarini maroqli o'tishiga xizmat qilmoqda. Bunda tasviriy san'at, hunarmandchilik ko'rgazmalari, gullar savdosi, konsert va viktorinalar sizni kutmoqda. Mana shu go'zallik, mana shu fayzni dilingizga tugishni istasangiz Namanganga keling. Festival shukuhidan bahramand bo'ling.